Qanday bo'lib ketdi? Assalomu alaykum. Ko'pchilik xush keldinglar. Bugungi alohida temaga qiziqib xush keldinglar. Qamlashmag'anlar bir temani chiqarib qo'ydimmi nima? Million xalqning ichidagi aran bir necha talla odam uchun bir muncha ishon qilib qanday bo'lib ketib boradi meniki nimalarim. Ulandım ko'pchilik bor bo'lsanglar mayga xat yozib qo'yinglar ba deb. Hamsa rasmiy boshladim. Hamsa assalomu alaykum, yaxshi keldinglar. Guli Maqsud kanalidan sizlarga salom. Bugungi tema Uyg'ur xristianlari deb tema qo'ydim. Ular kimlar, ular qanday kishilar degandek mazmunlarda. Tarisni ipatay to'xtab turibman. Bugungi tema Uyg'ur xristianlari deb oldim. To'g'risi aslida pat-patli mushi gap chiqadigan bo'lib qoldi. Anda bo'lsa gapimni qayerdan boshlay? 10-20 yil ilgaridan boshlayman. Men o'zim Moliya iqtisodiyot universitetida o'qigan. Ashchaqlardagi gaplardan boshlab boqay, hamda xristianlar to'g'riliq gap qilgan chog'da biz o'zimiz Uyg'ur millati musulmon xalq. Aramizda xristianlar bormi deganda bor. Ularniki soni qanchalik degan chog'da men hozir shular to'g'riliq so'zlab o'zimniki bildiganlari haqida deb hamda bir qisqa bir suhbat o'rlashtirib bir 10-15 minut ko'p bo'lsa yarim soat bo'lmasa 10-15 minut tugab qolay gaplarim bo'lsa. Boyagi gapimniki oxiriga kelsak, men o'zim Moliya iqtisodiyot universitetida o'qigan. U chog'larda qanday deydi desanglar, bizningki maktabda, sinflarda oilasida qiyinchilik bor o'quvchilarimiz xeyli bordi. Oshchaqlarda anandan bir turkum Xitoy xristianlari bordi. O'sha maktablarga berib tashviq qiladigan. Biz ularning gaplariga quloqni solmaydik. Anandan chet ellik din taqatquchilar bordi xristianlar deb. Bizningki Moliya iqtisodiyot universitetida haqiqatan shunday kishilar bordi. Kelib maktablarga kelib Uyg'ur o'quvchilar bilan shunday yuzturanib paranglashib, ularniki uchoqdagi taktikasi qanday desanglar, men o'zimningki bilganlarini, anglaganlarini ham deb berayotman aytaychimi? Taxminan shu men oliy maktabniki ishqilib 2003-2004 yillar deyman maktabga shunday bir turkum xristian din taqatquchilar kelib, shunday oilasida qiyinchiligi bor o'quvchilarni tanlaydilar odatdachu. O'sha berib biz sendan hech qanday narsa talab qilmaymiz, hozir dinimga kirim deb talab qilmaymiz. Faqat har yakshanba kuni deydimi yoki juma kuni deydimi, faqat haftada bir kunlam o'sha bizningki o'sha cherkovga berib o'tirib gaplarimizni anglab boqsang bo'ldi. Sen oyligiga 600 ko'p pul beramiz deb ashaq deydi. O'sha gaplarni anlaganman. Anchada one second. O esimda qolishcha bizningki oliy maktab vaqtlarida toza tejashlik hashisi odatda 3-400 ko'y pullar bilan bir oyni chiqardik. Bir o'quvchiga kelib oilasida qiyinchilik bor o'quvchiga nisbatan aytgan chog'da oyligiga 600 ko'y berman, faqat haftada bir qatimlan bizningki cherkovga berib kelsin desa, ashunday aytishib mangdiganlar bordi. Ham shu chog'da bir turkum o'quvchilarning ichida mening bildig'anim faqat bir silam qizlar yotqida qanchincha taqdi ish qilib bir qizlar shunda bor ekan. Boshqalar gap qilamizmi? Shu qiz o'zi uchiq oshkorlam o'ziniki dindan, shu xristian dinini qabul qilganligini har qatam biz xatanlar barmizku tomoqlarni silov xaltiqlam akilatib shu maktabda yotoqqa silov xaltiqlar tomoq akib tomoq yeyishdan ilgari bu Maryam ana bugun bagan nimaga shukri deganda shunday nim qilib qiziq bizga shunday qiziq filatda ba'zilarimiz tilaydi, ba'zilarimiz shunday o'yinda qilganda xudoning qo'rqmamdiganda deganda gaplarni qiladi. Aşağıda bildiğinin faqat bir silamdi. Shu qizlar yotqida tomoq yetishdan ilgari, tomoq yeyishdan ilgari, tomoq onun boshqa yana nima uxlashdan ilgari shunday qashi o'ziniki karotida 8 kishilik karotlar bor. Aşağıda bir duo qilib etib, Maryamlardan bir aşağı bir gaplarni qilgan ekan o'qish qilib. O çağlarda şu bir kısım o'quvchilar oyda beradigan 600 ko'p pulni deb faqat shu haftada bir qatim
nimaga berib kelsalam bo'lgan ekanda, ularniki 600 ga pulni elish uchun. Andan keyin ular davomli ashunaqaniki darsini tinglab, ashunaq o'zgarib ketadigan o'xshaydi. Iymoni ojiz bo'lsa o'zgarib ketdi, ashunaq haqniki gapini anglayversa. Andan keyin maktabni bitirdik, keyin boshqa yerlarga ketdik. U 2003-2004 yillardagi ishlardi. Biladiganim shu bir ishkaylan ashunaq maktab yotoqlarida keyin ashunaq ish qilib duo qiladi. Nada bo'lsa osmon qarab bo'lamdi. İki qo'lini qo'shtirib bilan o'ltiribdi, bir narsalarni qo'yib, ashunaq kishilar bordi. O'zimniki ko'rganlarimni, o'zimniki anglaganim so'zlayman-da. Andan keyin o'qish bitirdik, xizmat qildik. O jarayonda men hech qanday Uyg'ur xristian bo'lib ketgan bir kimni uchratmadim. Lekin xizmat jarayonida sayohatchilar keladi, o'shaningda maxsus din taqatquchilar bor. Shularga uchrashib qolgan. Ularniki maqsadim shu, qandaqni talaydi ekan desanglar shu hayotidan mamnun emas, shunday bir qism kishilar hayotidan xo'shal emas, rozi emas kishilarni tanlab turib, ashlar bilan paranglashadi ekanda. Sen ashunday savol mendan so'ragan, mendan nima qilib boqqan ayniqsa uni buni so'rab shu masalan shu xo'shal bo'lmaydigan yering bormi? Hayot qanday qaraysan, turmushingdan rozimi degandek ashunday bir savollarni so'raydi. Ashunday nima qilish orqali qanonikin ularniki shu nimasi shu Allohga sherik keltirish. Allohninki o'g'li İsa biz uchun o'lgan. Sen har qanday gunoh qilsangmi, u sening gunohlaring uchun o'lgan. Shunga sen har qanday ish qilsangmi, yana shu jannatga kirasan degandek gaplar. Onsum odamniki bizning kichigimiz islom bo'yicha tarbiyalangan, islomninki narsalarni anglab cho'nqondan keyin uningdek gaplar bizga boshqacha bilindi-da. Shundan deydim-da, men faqat sayohat yetakchisi mushu salohiyat bilan sizning bilan keldim. Sizningki dinni qabul taqitishingni u o'zingniki ishi, men o'zimniki vazifasini ado qilsam bo'ldi deb shu sayohat o'rinlariga bordik. Ish qilib chet elninki ish qilib bu xristian dini shu tarqitishni asos qiladigan deb o'ylab qoldim. Har bir dinga kirgan kishi shu o'zining atrofidagilarni, taniydiganlarini, tanmaydiganlarini shundoq yaxshi muomala qildiganda, bular qanday kishilar desa, haqiqatan yaxshi kishilar, ilg'i boshqalarning gaplarini zangsilib anglaydigan, boshqalarning dardiga yetadigan, gaplariga quloq soladigan, ilg'i insoniy axloq jihatdan ilib ketgan chog'da shunday ilg'i nima deymiz? Muomala jihatini ilib ketgan chog'da shundoq bir xil kishilar ekanda. Chet elga chiqib texnik vakrak his qildim. Xuddi dinsizlar qaragan chog'da shu cherkovga boradigan aqtaliklar, shu xristianlar bir xil ilg'i bunday ilg'i discrimination degandan jiroq. Kimni bo'lsa yaxshi ish qilman, shu yaxshi muomala qilman deydigan shunday kishilar jiroq ekan. Musulmonlarning ichidagi ilg'i bizning qo'ymuchilar ularga nisbatan aytgan chog'da ilg'i odamiy nima deymiz? Shunday kishilar ekan endi. Ama o'zimizdagi Uyg'urlarga yana nima qilib o'tsam, bizningki nupusimizni odatda Xitoyniki nupuslarida nupus statistikalarida 10 million, 11 million deb oladi. Ilgari biz ayni chog'da shu sayohat yetakchilikdagi darslarni o'rgangan chog'da shunday deydik, keyin yaqinning yoqi keyingi necha yilda bular bizningki sonimizni shu kuchining yetishicha aziltib ko'rsatishga tirishadi. Endi har qancha bo'lsin bizningki 10 milliondan oshadiganini aniq. Ba'zi shunday sayohat yetakchilari, sayohatchilar kelib, shularning tadqiqotchilar borda, sizlarningki 30 milliondan oshadi degan gaplarni anglaganman ayni chog'da 2006-2007 yillari sayohat yetakchisi bilan shug'ullanganda. Endi shu million odamning ichidan birdan yoki ikkidan shunday odam chiqib qoldi. Endi shularga nisbatan aytgan chog'da bizningki bu hozir to'g'rilarda undaq ilg'i cho'ng munozara elib ketishimizningki muojati yo'qdi. Shunaq bo'lsa-mu, endi chet elga chiqqandan keyin erkin dunyoda so'z erkinligi deb o'ziningki e'tiqod erkinligi, so'z erkinligi deb biz so'zlab Uyg'ur davoyimizga bir qism foydasiz bo'lgan gaplarmi chiqadigan bo'lib qoldi. Shuningga men shu videomni qilish orqali bir 5 minut so'zlash orqali o'zimning o'ylagallarimni ko'pchilikdan so'zlashga shimay chiqib naq maydon qilyapman. Mamo bu Maryam ana deb so'zlab kelsam ekan, mening xristianga chiqarayotganlar yomon bo'ldi chunki hamma videolarimni bismini aytib boshlab ko'pchilik bomsizlar nimalarni qarab boqaya. Mahid, yaxshimisiz? Vali, Sattar, yaxshimisiz? Tursun Rozi, assalomu alaykum.
Tinchlikmi? Montrealda ahvol qandayroq? Yomg'ir yog'atamdi tunugining yoqi. Vali sister, Vali Sattar. Yaxshimiz gaplarimga kulib ketibsiz. Xristian emasman. Jum. Hozirlam deb etib qo'ygandek. Gapimni davomlashtiraveraversa, mayaga gap so'zlarni qatqash, ko'rish jarayonida ustiga barmoq bosgan, ustiga qarag'anni besib qo'yib, yana davomli so'zlashaveraylik. Demoqchi bo'lganim shu, Uyg'ur xristianlari bor, soni intayin az, millionning ichidan birisi chiqib qoladi desakmi, shundaqa o'zining iymonidan chiqib kechib shu rasmiy sherik keltiradigan bo'lib ketdi desakmi, soni intayin az. Biz yana cho'ng jihatdan aytgan chog'da, cho'ng jihatdan u kichik insonni chiqarib aytib tursaqmi, butunlay Uyg'urlarni shu musulmon xabarlarga Uyg'ur musulmonlari deb davomli chiqadi. Men bunga qarshi emas. Endi ba'zilarga ko'z qarashi bo'yicha aytgan chog'da shu so'z shu xabarga maqolani yozgan chog'da Uyg'ur deganga musulmon deganni qo'shamiz bo'lmamdi deganda gaplar chiqadi ekan. Endi u chiqmagandan chiqqan yaxshi. Men unga qarshi emas, bo'pti Uyg'ur musulmonlari desin. Uyg'urlar shu musulmon, o'zimizdagi diniy kimligimiz islomga nim qildigan. So'zlayotgan temaga u munosabat kerak bir narsalarni so'zlaylik. Rahmat, maqtabsiz. Ne keldim? Uyg'urlar to'g'riliq chiqadigan xabarlarni so'zlayotgandim. Uyg'ur musulmonlari deb xabarlar chiqadi, bo'pti chiqsin, chiqmagandan chiqqan yaxshi. Boshqalar bizni so'zlagan chog'da shu Uyg'urlar deb so'zlagan chog'da shu musulmonlar deb so'zlasin, bo'pti. Aramızda Hristiyanlar yo'q emas bor, lekin soni intayin az. Hatto biz parvo qilmag'idek darajadami soni intayin az, million kishiga solishtirgan chog'da. Shundaqlam aytay. Endi mana videoni ishlashga asosli maqsadim nima desanglar, bizniki Uyg'ur kimligimiz sababli Xitoylarning zindonlarida qarindoshlarimiz yetadi. U faqat islom diniga e'tiqod qilganligimiz uchun emas. Mushuni ta'kidlash yuzasidan sizlarga bu videoni ishlatmamda sizlar bilan tang bir guvohlik videosi qatorida bularni so'zlab yurib, vatanninki ichida o'ziningki diniy xristian bo'lsin-mu, o'sha lagerga kirib ketganligi haqida bir necha oilalikni tanishtirmoqchi. Ma vatanning ichidagi buni bo'lib o'tgan ishlarga qarab boqaylik. Uyghur Hristiyanları ethnic minority in China debdi. Ovoz yo'q-ku. 一种感觉就是还债，因为神这么多的爱我，那我们怎么回答他？然后对于我们周围的朋友也是，我没有对他们说什么，就是把耶稣给我们的爱我们就传出去，我们把耶稣原则他的话语活下来，然后他们看到有为什么不一样？ Onda şeyler kesilgen. Nakşını mala bakayla Hristiyan uygulan uygulanmıştı.
Mushunchalik ham share qilaymi? Bir necha oylik bo'lganda qo'shundoq o'zining e'tiqodiy xristian sabablik yuqorida ko'rsatgan qisqa video vatandagi e'tiqodiy xristian sabablik xristian dinini tarqatganligi, shu Bible, Injilning ichidagi hikoyalarni so'zlaganligi, shu diniy e'tiqodiy xristian sabablik tutib akitilgan, ularniki yana bir oylik vaqti 15 yillik kesilgan. Endi mushlardan qaragan chog'da nima demoqchi desak, islom biz Uyg'urlarni tutib lagerlarga solashdagi birdan-bir nima emas. Faqat bizniki milliy kimligimiz lagerlarga solishdagi asosli sabab. Hargizmi islom bo'lganligi uchun emas deganni yo'ritib berish maqsadida, texnik bakrak shuni isbotlash maqsadida mushundaq qilib hatto diniy e'tiqodiy xristian bo'lib ketgan oz sondagi bir qism kishilar bo'lsin, ularniki mayli islom bo'lsin, mayli xristian din bo'lsin, qaysi tilda bo'lsa, qaysi dinda bo'lsa, shu Uyg'ur bo'lsam, shu tutib lagerlarga solaydiganligini demak bo'lib sizlarga bu videoni sizlar bilan tanglab bahriladim. Naqshlari bir xil paytga Cho'p-Rossiyaga maqlanib bizning uchun o'lgan birisi bor. İsa deb. Endi ularningki soni az, Uyg'urlarimiz ichidagi Uyg'ur xristianlarningki soni az deb ularni aramizdan chiqarib olsak, ular bilan korimiz bo'lmaydi. Mana shuningdek shu mayli xristian bo'lsa-mu, lagerga akirib ketganlar bo'lsa, ular uchun biz ovoz chiqarishimiz, mana bizningki Uyg'ur edi, qarindishimiz edi. Lagerga kirib ketdi deb bir ovoz chiqarishimiz, bu bizniki burchimiz. Nima deganda biz hammamizniki kimligi Uyg'ur. Uyg'ur kimligi Xitoylarniki bizni shu lagerlarga solib yo'qotishniki nishon qilgan. Hargizmi mayli u islom diniga e'tiqod qiladigan deb so'lagan bo'lsin, mayli xristian din degan deb qilgan bo'lsin, bu din bilan hech qanday aloqasi yo'q. Faqat Uyg'ur bo'lsam tutib akirib ketadigan deganni texnik bakrak yo'ritish maqsadida bu videoni ishildim. Bugun ortiq gapim yo'q. Shu videoni qaytadan bir ham baharlagash, qaytadan bir ko'rib boqqash, shundan keyin videomni oxirlashtirsam, andan so'zlagan gaplarga bir qo'l qarab beqib sizlar bilan qo'shishib, bugungisini qisqalam ishlagan bo'lay. Bu Arkaysi kanallarda ayrim Xinjiang Jidudu deb chiqasangizlar, YouTube'da bir muncha videolar bor ekan. Shu xristian oilasidan men ikkisini ko'rdim. Oshlarniki beshiga kelgan shu kesilgan yilqi Guanjuniki nimalarimi bor ekan, shunida aniq yozilgan ekan ularniki gunohi nima desa, shu xristian Bibledagi dinni tarqatganlik uchun debdi. Ovoz. Ben ko'rib bo'lib一种感觉就是还债，因为神这么多的爱我，那我们怎么回答他？然后对于我们周围的朋友也是，我没有对他们说什么，就是把耶稣给我们的爱我们就传出去，我们把耶稣原则他的话语活下来，然后他们看到为什么不一样？ Practicing Christianity. İsmi Alımcan Yemit. Alımcan Osmanlı'ya.
Tugidi. So'zlaydiganim shunchaliklam. Yana boya desam, shu boyaginingdek, men o'chirayotgan. Xitoy hukumatniki Uyg'urlarniki solishidagi sabab faqat din emas. Islom dini bo'lganligi uchun emas. Mayli xristian bo'lsin, mayli islom dini bo'lsin, mayli dinga qilmaydiganlarmi bo'lsin, iymonusizlar bo'lsin, kuchliklar bo'lsin, hammasini qo'shiqlam tutib akiradigan shundoq bir rejim. Concentration camp, u jazo lagerlariga solishdagi sabab, birdan bir sabab shu o'zimizniki milliy kimligi. Herkesmi diniy kimligimiz emas, faqat Uyg'ur bo'lsam tutib solaydi ekan degan narsalarga yo'ritib berish maqsadida. Undan boshqa shundoq bir necha oylikniki shundoq tutib bekitilgan, ularningki shu aniq yezilgan shu tutish buyrug'i va kesim kesilgan buyruqlarini ko'rganlarga o'xshash ularningki jinoyatini shu xristian diniga e'tiqod qilganligi uchun xristian diniga practice shundaqiligi e'tiqod qilganligi uchun, undan boshqa tarqatganligi uchun, so'zlaganlik uchun bayqının qo'shish shundoq bir xil bir xil sevgi, mehr, muhabbatni tarqatish deb qaraydi ekan. Shundaqiligi ish qilib xristianninki shu edisining moddasi shu İsa biz uchun o'lgan, bizning gunohlarimiz biz uchun o'lgan, bizni yaxshi ko'radigan shundaq biri bor, bizga mangulik hayotlik beradigan birisi bor deb shundoq so'zlaydi ekan shu. Bayqıdagi gapimni qayta takrorlab o'tsam, xristianlarningki soni oz. Yo'q emas, lekin shu soni oz. Millionning ichidan birasi chiqib qoladi degandagidek, shunlashqa biz o to'rlarda neri-beri haqni tillab, bir nimalar qilib mo'jurmayli o'zimizniki diniy e'tiqodida ching turib, o'zimizniki milliy kimligimizni saqlab, anandagi vatanda shundoq mayli qaysi dindagi bo'lsin, Uyg'ur bo'lsam, hammasiniki jazo lagerlarida shundoq azob chekadiganligimizni, bizningki milliy kimligimizniki birdan bir sabab ekanligini yo'ritib berish maqsadida bu videoni ishlab turganim. Shunchalik bo'lsa, ko'pchilik xayr xo'sh, ortiq gap qilmay bu temada.